3,5 metrli joyimizga kuxna mebelasi berganmiz. Buni narxi $650 bo'lgan. Sizlar bilan buni obzorini ko'rib chiqamiz. Birinchi qism stиральный mashinaga joy tashlab ketganmiz. Рабочий zonaga ham joy qo'ygan. Mo'ykani, smistilarni qo'yib berganmiz. Bu yerda dadatorlari bor, taxtakachlari qo'shimchasiga berganmiz. Xo'p, tegi qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, suvlar uchun joy ochib berganmiz. Bu yoq qismimizda bittadan polka, bu yoq qismimizda sushulka, sushulkaning ustida polkani qilib berganmiz. Bu yoq qismida ham bittadan polka. Bu yerda ham рабочий zona bir xilda qolgan. Tegiga ertadan keyin joylashtirib olish uchun посудомойкаga joy tashlab ketganmiz. Bu yoq qismimizda gaz plita, gaz plitani akkuratni qilib ko'tarib berganmiz. Bu yoq qismimizda vichishkani ham orqalarini hashtag bilan yopib, akkuratni qilib o'rab berganmiz. Bu yoq qismimizda ikkitadan polka chiqyapti. Gazni отдельный qilib bu yerda 40 sm joy tashlab ketganmiz. Ya'ni nimaga? Gaz penaldan sal uzoqroq turishi kerak. Mexanizmlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bir mexanizm davchi mexanizmda ishlaydi. E'tibor bering, bu yerda duf konturni joylashtirib berganmiz. Xo'p, счетчиklari hammasi bu yerga joylashtirilgan. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar.